Sababi shu hasharga chaqiramiz, aynan ovqat paytiga, obed paytiga keladi. Hali ish paytiga kelmaydi. Bundan tashqari 2 kun oladi. Mana shu misol 150 kvadrat, 160 kvadrat joyda 2 kunda oladi. Lekin pena betondan lombasga kezadigan bo'lsalar 1 kvadrati 45 ming so'm. Buni ichiga ketadigan qumi ham o'zidan keladi, sementi ham, fibrasi ham, penasi ham. Uyda egasi faqat suv beradi, to'k beradi. Agar obed paytiga mo'ljallab qolsa, ya'ni obed paytiga kelib qolsa, bitta osh qilib beradi. Yaxshi ishlari zo'r bo'ladigan bo'lsa, bitta kompot ochib beradi yoki ko'l ochib beradi. Ustalar shunaqa ishlaydi, akalar ukalar. Hatto agar oxirida 3-4 kvadrat o'tib ham beraveradi. Sababi uydagi zo'r qaradi. Ko'rib turibsizlar, mana shu joyimizda hozir 1 soat bo'lmadi deyarli. O'sha ustalarimiz 160 kvadratda 3 soatda qilib beramiz dedi. Ya'ni 1 soatimiz mana bunday izaspan materialiga ketar ekan va 2 soati betondan lombas quyishiga ketar ekan. Bunga paqari ketmon kuda ishlay bilmaydi. Mahsulotlarimiz mana shu shlang, ya'ni 75 talik, 50 talikmi? 50 talik. Ajarninikida? O'sha 50 talik. 50 talik. Bemalol usbet qilyapti. Bundan nima desay bo'ladi? Mana bunaqa material. Membrana. Izaspan. Bu izaspan materialimiz havo o'tkazadi. Misol to'silarni chiritib yormaydi, vasalarni chiritmaydi. Eng asosiysi misol nima desay bo'ladi? Uzoq vaqtga yetadi. Chirimaydi-da. Chirimaydi. Shuning uchun mana shu mahsulot, izaspan degan mahsulotlar ham o'zlaridan bo'ladi. Xullas do'stlar, qadrli 2026-yilda imoratlarning tom qismiga nima qilsam bo'ladi desalaring, akalar, ukalar, mana beton lombas qilinglar. Qishda issiq, yozda salqin. Misol uyda ichiga ko'mir yoki o'tin yoki misol konditsioner yoki elektr nima sayiladi. Plita yoqadigan bo'lsalaring ham sezilarli darajada rasxod kamayadi. Bu kafolatdan o'tgan, ya'ni sinovdan o'tgan. Ustalarimiz Marg'ilondan kimga mana shunday sifatli ustalar kerak bo'lsa, vodiyda 1 kvadrat 90 degan 45 ming so'm. Vohalarga, ya'ni davondan o'tgandan keyin ozgina qo'shilib qoladi. O'zlariga emas, bordi keldi, mashinani Sementdan 5 ming qimmat. Shunaqa, 5 ming so'm. Sement narxida. Ular narsa ustalarimiz o'rniga o'zim ma'lumot yubordim, qadr bola. Bu videolarga bittadan like bosib obuna bo'lib, tomiga nima qilsam bo'ladi degan do'stlarga yuborib qo'yinglar. Xudo xolasa, yoqib turgan bo'lsa videolarni like bosib qo'ysalaring bo'ladi, akalar, ukalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Videoning pastidagi nomer ustalarimiz nomeri. Tamom. Operator qilyapti Instagram. Gel.